Ko'p beriladigan savollardan bittasi qanday qilib xodimlarni motivatsiyasini oshirish mumkin? Azizlar, motivatsiyasini oshirish shart emas. Qanday qilib ishlayapti, qancha ish vaqti bor, necha kun dam olyapti haftada, shu tarafiga e'tibor bering-da. 6 kun 10 soatlab ishlatkizamiz va undan keyin samaradorligini baland qil deb kutamiz. Qanaqasiga? Haftada 1 kun dam berasizda, oilasiga ajratsinmi, bola chaqasiga ajratsinmi, uyqusiga ajratsinmi, ozgina o'ziga kelib olish uchun, silay rahim bormi, ota-onasiga xizmatmi? Qanday qilib 6 kunda charchog'ini yig'ib 1 kunda chiqarish mumkin va shuncha muammolarni yechish mumkin. Yana dushanba kuni nimani kutamiz? Zo'r ishla, mazza qilib ishla deb kutib turamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Motivatsiya qilish shart emas, azizlar. To'g'ri dam oldiring. Ko'proq dam bering, 2 kun dam bering, 5 kunlik ish vaqtiga o'ting. Va shunda ko'rasiz. Nimaga rivojlangan mamlakatlar hozir 4 kunlikka ham o'tishga tayyor turibdi. Bildiki, samaradorlik ko'p ish vaqtida emas, to'g'ri rejalashtirilgan hayotda. Shuni ustida bir yaxshilab o'ylab ko'ring. 5 kun, 6 kunlik rejani 5 kunlikka kirgizing va 2 kundan bering. Va o'shanda ko'rasiz samaradorlikning oshishini.